Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari va musofirdagi aka-ukalar. Manadan navbatdagi darvozamizni kraska yakunladik. Sizlarga xudo xolasa bir qator tanishtirib o'tamiz. Materiallarga keladigan bo'lsak, profillari 6x4 1.7 stenada bo'ldi. Listlarimiz 1.8 birinchi qavati, ikkinchi qavati 1.3lik lista bo'ldi. 2 qavatli darvozamiz. Buni eni 3.25 bo'yi 3.5 joyga tushadi. Buni 1 kvadrat metri 1.100.000 mingdan tayyorlab berdik. Stoykalari 12x8 bo'ldi. Ikkilik stenada. Tagiga shiviller qo'yib berdik. 8x4 shiviller. Kimga qanday darvozalar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga aloqaga chiqishlar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.